Man Langar ambulatoriyasida hamshira bo'lib ishlayman. Bugungi hamshiralar kuni munosabati bilan madaniyat markaziga biz keldik. Bizda bugungi bayramimiz munosabati bilan chiroyli tadbir o'tkazilmoqda. Sakson joyli poliklinikada patronaj doira hamshirasi bo'lib ishlayman. Mana bizda prezidentimiz juda katta e'tibor berdilar. Shu jumladan 12-may hamshiralar kuniga juda katta tadbir uyushtirdilar. Bu tadbirdan biz juda ham xursand bo'ldik, zavq-shavqqa to'ldik. Keyin kelgusida ishlarimizda bu bizga zavqli ishlashimizga yordam beradi. Men shu holat kiyib, ayollarga xizmat qilayotganimdan, el-yurtga xizmat qilayotganimdan juda ham faxrlanaman.